Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomizda tushda kartoshka korish nimani anglatishi haqida gaplashamiz. Tushlarda kartoshka korish ko'pincha rizq, mehnat va kundalik hayot bilan bog'liq ramzlardan biri hisoblanadi. Kartoshka oddiy, ammo foydali oziq-ovqat bo'lgani sababli tush ta'birida ham ko'pincha halol mehnat va baraka bilan bog'lanadi. Islomiy tush ta'biri kitoblarida mashhur olimlar Ibn Sirin, Abdulghani al-Nabulsi va Ibn Shahin al-Zahiri yozishlaricha, tushda oziq-ovqat mahsulotlarini korish ko'pincha insonning rizqi, mehnati va hayotdagi imkoniyatlari bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun tushda kartoshka korish ham odatda insonning mehnati orqali topadigan halol daromadini bildirishi mumkin. Agar tushda yangi va toza kartoshka korsangiz, bu hayotingizda baraka va foydali imkoniyatlar paydo bo'lishini anglatishi mumkin. Bunday tush ko'pincha insonning mehnati samara berishini va kelajakda yaxshi natijalar bo'lishini bildiradi. Agar tushda kartoshka ekayotganingizni ko'rsangiz, bu kelajak uchun qilinayotgan mehnat va rejalarga ishora qiladi. Bunday tush ko'pincha sabr va harakat orqali inson o'z maqsadiga erishishini bildiradi. Agar tushda kartoshka qazib olayotgan bo'lsangiz, bu sizning mehnatingiz natijasini ko'rishingizni anglatishi mumkin. Ba'zi tush ta'birchilarga ko'ra, bu inson o'z mehnati evaziga foyda yoki mukofot olishini bildiradi. Tushda kartoshka pishirish yoki yeyish ham turlicha talqin qilinadi. Agar kartoshka pishirilgan bo'lsa yoki uni yeyotgan bo'lsangiz, bu ko'pincha oila ichida baraka, mehmondorchilik yoki quvonchli voqealarga ishora qiladi. Agar tushda chirigan yoki yomon kartoshka ko'rilsa, bu ehtiyotkorlik belgisi bo'lishi mumkin. Bunday tush ba'zan insonni hayotdagi ayrim muammolar yoki noto'g'ri qarorlardan ogohlantiradi. Xalq orasidagi talqinlarga ko'ra, tushda kartoshka korish ba'zan insonning mehnatsevarligi va sabr-toqati bilan bog'lanadi. Ba'zi hududlarda esa bu tush insonning rizqi ko'payishini yoki uyda baraka bo'lishini bildiradi. Psixologlar esa tushda kartoshka korishni insonning kundalik hayoti, mehnati va ehtiyojlari bilan bog'lashadi. Ularning fikricha, bunday tushlar insonning barqarorlik va xavfsizlikka bo'lgan ehtiyojini aks ettirishi mumkin. Shuni ham unutmaslik kerakki, tush ta'biri har bir insonning hayoti va holatiga qarab farq qiladi. Shu sababli tushlarni talqin qilayotganda o'z hayotingizdagi voqealarni ham hisobga olish muhimdir. Agar siz ham tushda kartoshka ko'rgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Balki sizning tushlaringiz keyingi videolarimiz uchun qiziqarli mavzu bo'lishi mumkin.